Hurmatli kuzatuvchilar, kimyo fanidan savol-javob qismida davom etamiz. Hozir beradigan savolim ham organik kimyo bo'limidan bo'ladi. Demak, savol: alkinlarning alkenlardan keskin farqlantiruvchi kimyoviy xossasi qaysi? Qaysi kimyoviy reaksiyani alkinlar beradi-yu, lekin alkenlar bermaydi? Faqat bu savolga javob berish uchun alkenlarning polimerlanish reaksiyasiga kirishishi, alkenlarning kirishmasligi nazarda tutilmayapti. Boshqa reaksiya tomonidan o'ylash kerak. O'zini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni to'xtatib javob berib ko'rishlari mumkin. Demak, savolning javobi: alkinlar o'rin olish reaksiyasiga kirishadi. Bunda uchboq tutgan uglerod agar vodorod ushlagan bo'lsa, mana shu vodorod faol vodorod hisoblanadi. Mana shu vodorod o'rniga metallar kirishi bilan alkenlardan farq qiladi. Birikish reaksiyasiga kirishishi bilan alken ya'ni olefinlardan farq qilmaydi, lekin mana shu uchlamchi bog'ni ushlagan uglerod bir qo'lida vodorod bo'ladigan bo'lsa, mana shu metallar bilan o'rin almashinadi, vodorod o'rniga metal kiradi. Masalan, natriy metali ta'sir ettirilsa atsetilenga natriy atsetilenit, agar kumush 2O ta'sir ettiriladigan bo'lsa, bunda atsetilenni, demak, uchboq tutgan uglerodni har bitta qo'lidagi vodorodlar o'rniga kumush kiradi va kumush atsetilenit hosil bo'ladi. Va mana shu atsetilen va unga o'xshagan alkinlarning metallar bilan hosil qilgan birikmalari karbidlar deb ham ba'zan ataladi. Misol uchun kalsiy karbid, mana shu asetilendagi deylik ikkita vodorod o'rniga kalsiy kirgan hosila deb qarash mumkin. Va yana bitta narsani esdan chiqarmaslik kerakki, alkinlar kumush 2O bilan reaksiyaga kirishadi. Bu kumush ko'zgur reaksiyasi, lekin hisoblanmaydi. Reaksiya kumush ko'zgur bo'lishi uchun reaksiya natijasida kumush metali cho'kishi kerak. Ana o'shanda bu reaksiya kumush ko'zgur bo'ladi. Bu yerda kumush alohida erkin holda metal bo'lib hosil bo'lmayapti. Kumush organik birikma tarkibiga kirib ketyapti. Shuning uchun kumush 2O bilan reaksiya bo'lsa ham bu kumush ko'zgur reaksiyasi hisoblanmaydi. Kumush 2O ni, demak, o'zi bilan asetilen va uning gomologlarini reaksiyasi hisoblanadi.